Aslida shukurni his qilmayotgan insonlarni ham bu joyda ayblay olmaymiz. Aksariyat insonlarda hissiy qotib qolish jarayoni kechayotgan bo'ladi. Agar inson bor narsasiga shukur qilishni boshlasa, xuddiki unda bor narsalarga e'tiborini qaratadigan bo'lsa, bu narsalar vaqtinchalik borligini his qilishdan, ya'ni chuqur his qilishdan qo'rqadi. Ko'pchilik insonlar shukur qilmaslikni oddiy bir kayfiyat deb hisoblaydi. Aslida esa bu diqqatning buzilishi, ruhiy diqqat. Sen ne'matni ko'ryapsan, lekin uning ma'nosini ko'rmayapsan. Sen bolani ko'ryapsan, lekin u senga berilgan ne'mat, sinov, shukur ekanligini qalb darajasida his qilmayapsan. Sog'liqni sezyapsan, lekin uning vaqtinchalik ekanligini ichingda tushirmagansan. Uying borligini bilasan, lekin uni senga panoh, boshpana, izzat ekanligini anglaydigan ruhda yashamayapsan. Nega? Chunki inson miyasi doimiy mavjud narsani fon holatidagi narsaga o'zgartiradi. Psixologiyada bunga hedonik moslashuv deyiladi. Ya'ni inson nimaga moslashsa, undan hayratlanish qobiliyati pasayadi. Yangi mashina, hatto yaqin insoni borligi ham odatdagidek holatga aylanadi. Agar ruhiy hushyorlik bo'lmasa, inson ne'mat ichida yashab turib, noshukurlikka kirib ketib qoladi. Lekin shu joyda yana bir haqiqat bor. Inson shukurni ko'ra olmasligi faqat odatlanish emas. Ba'zida himoyalanish ham hisoblanadi. Ko'p yaralangan qalb ba'zida chuqur hissiyotlarga tushishni istamaydi. Ko'p yaralangan qalb chuqur his qilishdan qo'rqadi. Chunki chuqur his qilsa, yo'qotish ehtimoli ham chuqurroq his qilinadi. Shuning uchun ham ba'zi odamlar bolalariga qarab ham to'liq berib ketmaydi. Bu sevgisizlikdan emas, balki qo'rquvdan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar uyiga qarab rahmat sezmaydi, chunki ular vaqtinchalik baribir qachondir yo'q bo'lishi mumkin degan xavotir bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar sog'ligiga shukur qilmaydi, chunki sog'liq ham vaqtinchalik beriladi deb tananing zaifligi haqida o'ylashni istamaydi. Demak, noshukurlik har doim ham norozilik emas, balki ichkarida qotib qolgan og'riqning yuzaga chiqmasligi uchun bostirilgan hissiyotdir.